azroq bir samarasi bo'lib deyotgan har qanday bir do'stimiz bo'lib qolsanglar, oyda 3 kilodan 5 kilogacha, 7 kilogacha normal badan ig'liqni oshirsan bo'ldi. Tinim bek ojiz, bek o'ruq. Odatda shuncha quvvatli tamoqlarni iste'mol qilma. Odatda kishilarga qaraganda shuncha mo'l yemeklarni iste'mol qilib baqdim, shuncha mo'l bo'lgan oqsillarni samirtish mahsulotlarini iste'mol qilib baqdim. Lekin izchil badan ig'liqimda 1 kilo o'zgarish bo'lmayotdi. Non payda qilmayotdi. Yeganim chiroyim faqat chiqmayotdi. Mushtatim putqul mag'durusilgan, putqul isimaydigan o'ltirib qo'yganda bosh qaydigan ko'z oldim qorong'ulishigan yoki tapan qizib uxlamaydigan mushunda ahvollar ko'ryapti. Mushuning qarta haqiqiy bir sap tabiiy ishonchlik mahsulot tapamayapman deydigan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, mushu filmga haqsiz yurakdan bir tal besib o'tgandan keyin inkas rayoniga chiroyli gullarni ko'plab yo'llab qo'yishlar birga ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgach, mushundaq o'riq avoq do'stlaringlar bo'lib qolsa, mushu mazmunni yo'llab qo'ysanglar do'stlar. O'riq avoq samiramayotgan badani ojiz do'stlarimiz foydalanib qolsin. Aciz o'riq do'stlarni aytib qo'ysanglar, bizniki unumini bir kapolat tasab berayotgan mahsulotimiz, ya'ni mayli kichiklar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, erlar bo'lsin, ayollar bo'lsin, o'rtaq iste'mol qilishga mos keladigan, hech qanday ximilik, hormonlik tarkib bo'lmagan, oshqozon taljiga, böreklar xizmatini, ya'ni ichki a'zolar xizmatini yaxshilab turib, oziqlarni badanga shumirlashni ilgari surib turib, bir bosqichda 5 kilodan 7 kilogacha, 8 kilogacha normal samarga bo'ladigan, badan ig'liqni oshirib bo'ladigan, iste'mol qilishni to'xtatgandan keyin keyingi inolmaydigan, haqiqiy sap tabiiy bo'lgan mahsulot. Agarda mening mushu mahsulotni iste'mol qilgan batda badan ig'liqini oshirg'im ba, samirgim ba, qon quvvat to'liqligim ba, badanimni quvvatligim ba, men iste'mol qilaman. Siz ras yuqori degandek kapolat qila olsangiz, men iste'mol qilaman degan do'stlar bo'lib qolsanglar, biz unumga bir kapolat qilamiz do'stlar. Mushu mazmunni saqlab, agarda men degandek unumni ko'rolmay qolsanglar, pulinglar %100 to'liq qaytarman. Hozirgacha mahsulotning unumi jihatda yere qarab qolmadik. Shunga iste'mol qilg'usi ba do'stlar bo'lib qolsanglar, 173 99 03 27 77 undanni qo'shish orqali siz davlat iste'mol qilsanglar bo'ladi. Yana deb qo'y, unumini bir kapolat